Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Gemini Pro'ni mutlaqo bepulga olishni o'rgataman. Xo'p o'rtoqlar, sizlar bilan Gemini Pro'ni olamiz. Gemini Pro o'zi bizga nimalar beradi? Shuni birinchi ko'rib chiqsak, Gemini Pro bizga birinchi o'rinda Nano Banana Pro uchun, ya'ni rasm generatsiya qilish uchun imkoniyat yaratib beradi, mutlaqo tekin. Va yana bir imkoniyatlardan biri Google Veo 3.1. Buni sizga taqdim qilishadi. Ya'ni bu bilan nima qilsak bo'ladi? Bu bilan bizlar hozirgi kundagi trend videolarni yasasak bo'ladi. Ya'ni rasmdan video yasasak bo'ladi. Buni ham mutlaqo bepulga qilsak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, keyin bizga 1000 ta oyiga kredit beradi. Bu kredit nima degani? Bu bizga video generatsiya qilayotganimizda kredit oladi. Ya'ni biz bezlimitli video qila olmaymiz. Ya'ni mana shu kreditimiz tugab qolsa, o'shanda video qilish to'g'ritiladi. 1000 ta kredit bir oyga bemalol bizga yetadi. Chunki bitta videoni generatsiya qilishga atigi 20 ta dona kredit oladi. Xo'p, keyingisi bizga Flow bu ham o'sha Veo uchun beriladi. Vis va Gemini Code Assist bu dasturchilar uchun, ya'ni kod yozishda juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni sizlar kod yozsanglar bo'ladi o'sha. Dasturchilar uchun juda ham kerakli Gemini Code Assistga dostуп ochiladi. Bu dasturlashda juda ham foydali. Ya'ni sizlar kod yozmaydi. Xo'p, bu bir oyga hozir tekin bo'lib turibdi. Buni hozir 1 yillik mutlaqo tekinga olishni o'rgatib qo'yaman. Xo'p, birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda bizga proxy kerak bo'ladi. Proxy bu nima degani? Har xil VPNlardan ishlatmasdan turib proxy ishlatsak, bizga VPN o'rnini bosib beradi. Hozir biz Amerikadan kirib turib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun Gemini Studentni olamiz albatta. Gemini Student yozadigan bo'lsak, qarang. Bu yerda mana 1 oylik turibdi bizga hozir, chunki O'zbekistondan kiryapmiz. Studentlar uchun 1 yillik tekinni olish bor. Buning uchun Amerika regioni bo'lishi kerak. Amerika regionida esa biz proxy sotib olib olamiz. Hozir registratsiyadan o'tib oldim. Qarang. Bu yerga balansimiz to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Minimum 100 rublga to'ldiramiz. 100 rublimiz 15 ming, 14 ming pul bo'ladi. Ana o'sha pulga to'ldirib olganingdan keyin bu yerda kartni bosasizlar to'ldirish uchun. Bu yerda biza bemalol o'zimizga mos Visa karta bilan to'lasak bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarning birorta Visa kartangiz bo'lsa, bu yerdan to'lab proxy sotib olasizlar. Menda proxy bor, shuning uchun men hozir sotib olmayman. Menda proxy degan joyga o'tganlaringda menda proxylar chiqib turadi. Menda tayyor proxy borligi uchun men bundan foydalanib o'tirmayman. Hozir sizlarga mutlaqo bepulga o'zimning proxylarimni ham berishim mumkin. Buni Telegram kanalimdan olsanglar bo'ladi. Telegramda men proxylarni yuborib qo'yaman. Bu yerdan sotib olmayman men desanglar, men o'zimniki bor, o'shani sizlarga berib turishim mumkin, foydalansanglar bo'ladi. Lekin agar men berganlarim ishlamay qolsa, bu yerdan sotib olishinglar kerak bo'ladi. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga endi o'sha proxyni ishlatish uchun men bu Dolphin degan proxy ishlatadigan servis kerak bo'ladi. Windowsga skechit qilib olamiz. Agarda buni ham topolmasanglar, Telegram kanalimda hamma ilovalar, kodlar, proxylar hammasi Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Xo'p, buni ustanovka qilib olamiz. Ustanovka qilib olganimizdan keyin kirib olamiz. Bu yerdan registration joyiga kiramiz. Registratsiya o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tib olamiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Bizga o'zimizning email adresimiz kerak bo'ladi. Email adresimizni yozib ro'yxatdan o'tib olamiz. Bu yerga Telegramimizni yozamiz. Bu yerga promo kod kerak bo'lsa, bu yerga Telegram username-larini o'zingizlar yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ixtiyoriy create an account bosamiz. Akkauntimizni yaratildi. Qani endi bu yerga akkauntimizni yozib olamiz. Registratsiyadan o'tganimizdan keyin bizning emailga, pochtaga xabar boradi. Spamdan bo'lishi mumkin. Spamdan tekshirib olinglar. Xo'p, confirmni bosib tasdiqlab olasizlar. Ilovaga qaytamiz. Dasturimizga kirib, login va parol yozib kirib olamiz. Bu yerdan profil yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Create profilni bosamiz. Bu yerga profilga xohlagan narsamizni yozsak bo'ladi. Men Gmailga yozib qo'yaman. Bu yerda New Proxy degan joyi bor. New Proxy joyiga mana bu proxy yozishimiz kerak. Ana o'sha proxy saytidan sotib qo'yganimiz bor. Ana o'shani bu yerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana tayyori bor, shuning uchun men o'zimnikini yozib qo'yaman. Mana proxyni ham yoqib oldik o'rtoqlar. Bu yerda New York shahari chiqdi. Mana endi bemalol create profilni bossak bo'ladi. Xo'p, hammasi to'g'ri bo'lgandan keyin startni bosamiz. Bizda hech qanday xato chiqmasligi kerak. Mana bizda hech qanday xato chiqmadi. Sirazi bizga Google'da ochib berdi. Ya'ni biz hozir bu brauzerimizda Amerika regionidan kiryapmiz. Proxyni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Agarda mabodo men bergan proxy ishlamasa, o'rtoqlar, bu normal holat, chunki ko'p odam ishlatayotgan bo'ladi. Shu sababli o'zingiz boshqa proxy olib ishlatishingiz mumkin. O'sha boya aytganimdek, o'sha joydan sotib olsanglar bo'ladi. Ana endi nima qilamiz? Ana endi qiladigan ishimiz biz Google Student yozamiz. Hop, Gemini for Students chiqdi. Kiradigan bo'lsak, hop, mana bizda ishladi. Ya'ni biz Amerikadan kirayotganimizda tasdiqladi. Ya'ni 1 yilga bizga tekinga deb yozib, bizda 1 oy turdi. Ana endi 1 yilga o'zgarib qoldi. Get offerni bosamiz. Get offerni bosganimizdan keyin o'zimizni Google akkauntimizni yozib olsak bo'ladi. O'zimiz Google akkauntimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak. Atmana пропустить.
Sizlardan xuddi shunaqa oyna chiqadigan bo'lsa, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar degani. Ana endi biz buni bosmasdan turamiz. Ushbu saytga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu saytga kirib olganimizdan keyin mana buni подтвердить statusga bitta o'ng tarafini bosamiz mishkani, copyright adresni bosamiz dedi. Bu yerga Ctrl V ni bosamiz. Bu bizga nima uchun kerak? Bizani student deb tasdiqlab berish uchun kerak. Ya'ni bizani oldindan student kiryapti deb tasdiqlab berish uchun ishlatiladi. Robot emasligimizni tasdiqlab olamiz. Endi start verification ni bosamiz va ozgina kutamiz. Kutganimizdan keyin mana bu yerda yashil chiqish kerak. Agar yashil chiqsa, hammasi yaxshi degan. Xo'p, juda vaqt cho'zib ketdi. Ustiga bosib ko'ramiz. Xo'p, ustiga bosib ko'rsak nima bo'lar ekan bizda? Xo'p, demak. 20 sekund ichida studentligini tasdiqlayapti. Yo'q, biz hali tasdiqlamaymiz. Turishimiz kerak bo'ladi. Bizda hali ham davom etyapti. Keldi, shuni yana bitta tekshirib ko'ramiz. Web brauzerga o'tamiz dedi. VPN yonmagan brauzerga o'tamiz dedi. O'tib turib, mana bu qo'yib ko'ramiz. Qani nimadir ekan. Menimcha VPN yonib turganiga qotyapti. Start verification bor ko'ramiz bu yerga. Hop, bu xatolik chiqdi. Ana expected verification chiqdi. Demak, ishlayapti bu yerda. Bu yerda verification failed at step. Bo'ldi. Yana bitta tekshirib ko'ramiz. Bu yerda xatolik. Try again deb bosib ko'ramiz. Xo'p, yana bitta подтвердить statusni bosamiz. To'xtang, ishlamadi hozir. Mushkani tarafini bosib, podtвердить adresni bosamiz. Boshdan tashib ko'ramiz. Bu yerda xatolik. I am human deb bosamiz. Captchadan o'tib, start deb bosamiz boshqatdan. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda sirasi studentligini tasdiqladi, bizga chiqdi. O'sha chiqmasligi uchun mana shu narsani qilyapmiz hozir. Hop, bitta обновление beramiz boshqatdan. Обновление berib, yana bitta copyright qilamiz. Bu yerga joylaymiz. Start deb bosamiz boshqatdan. O'rtada shunaqa sal cho'zilib ketadi. Mana shu qachonki tasdiqlaguncha mana shunaqa qilaveramiz. Bo'ldi, bizda verification complete successfully dedi. Ya'ni sam tasdiqladi. Mana endi bemalol kirib bossak bo'ladi. Qani. Hop, shirmoyingizni. Hop, you have been verified. Ya'ni siz tasdiqlandingiz dedi. Yaxshi. Mana endi bemalol получить доступga bossak bo'ladi. Bosganimizdan keyin bizga to'lov tizimini so'raydi. To'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga добавить kartuni bosib, o'zimizni bironta viza kartamizni kiritsak bo'ladi bemalol. Bu yerga bironta Amerikani indeksini yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, mana bu ham Amerikani zip kodi. Save kartni bosamiz, pissetsani bosamiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, bizda подписка oформлен tabriklashingiz mumkin. Biz Gemini Pro'ni mutlaqo tekinga oldik. Bo'ldi, ikkisi bosamiz, bemalol ikkisi bosib chiqib ketsak bo'ladi. Kerakli Geminini bossak, mana bizda Pro versiyasiga o'tib qoldi. Ko'rishinglar mumkin. Endi bu yerda bemalol rasmlar yaratsak bo'ladi, videolar qilsak bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Gemini Pro'ni mutlaqo tekinga oldik. Endi yana nimalar qilishini o'zingizlar bilasizlar. Yo'da video qilsa bo'ladi. Balovat. Agarda qiziq bo'lsa, sun'iy intellekt bo'yicha qanaqa video qilish, qanaqa rasmlar yaratish, sun'iy intellekt o'zingizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni yaxshigina bilimim bor. Men sizlarga mutlaqo tekinga o'rgatsam bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sun'iy intellekt bo'yicha nimalarni o'rganmoqchisizlar? Xuddi o'sha savollaringga men video qilib chiqaman. Bu videoga maksimal like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, men keyingi videolarimda bundan ham qiziq videolar chiqaraman. Qaytgancha YouTube kanalimda ChatGPT'ning bir yilligini tekinga olish videosi ham bor. Uni ham ko'rib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Nimaga rahmat, obuna bo'ling, bu videoga like bosib qo'ying.